Do'konimizga yangi ilova kelib qo'yganmiz. Ko'rib turgan o'yinchog'imiz narxi 85 ming so'mdan. Bu o'yinchog'imizda ko'rib turganingizdek maxsus mikser mashina bu tomonda, o't o'chiruvchi mashina bu tomonda, kamaz bu tomonda o't o'chiruvchi mashinani qirolli variant olib kelganmiz. Sifati yaxshi, plastmassadan ishlangan. Ko'rib turganingizdek rang-rang yorqin chiqqan. Xo'p, o'yinchog'imizning asosiy vazifasi oddiy mashina qo'ynisi bo'ladi. Qo'llari ham sifati yaxshilangan. Keyin o'zini bolti bor, bolt gaykalari bor. Keyin o'zining shunaqangi atverkasi bo'ladi. O'z atverkasida polni yechib, misol uchun 100 dan 0 ga qilib yechib, yana boshqatdan qotirsa bo'ladi. Sifati ham yaxshi bo'lgan. O'zining ikkita atverkasi bo'ladi. 4 ta mashina to'plamda narxi 85 ming so'mdan. 3 yoshdan katta bolajonlarga tavsiya etiladi. Keyin bu ikkinchi ko'rinishligi bor, xuddi shuni drelligi bor. Batareya qo'shib drella ishlaydi. Bunda ichida hop, bunda o't o'chiruvchi mashinasi, bu tomonda kamazi, bu tomonda ekskavatori, keyin musor mashinasi bo'ladi ichida. Keyin bitta atverka, keyin drella bo'ladi. Narxi 100 ming so'mdan, sifati yaxshi. Plastmassalari ham ancha ranglari yorqin ishlangan. Qirrasi bo'lmaydi, bolajonlarga zo'r, bosh qotirma ham qiziqarli o'yinchoq. Do'konimizda bundan ham qiziq o'yinchoqlar bor. Do'konimizda kutib qolamiz.